178.500 so'm to'landi. Joyida MIBdan qarzdorlik qolmadi. U nimaga chiqib ketgan, nima uni bilishmaydi misol ko'chadagi inspektorlar. Qarzdorlik to'langanda ochiq jarima maydoni. O'sha qarzdorlikni joyida bartaraf qilaman deganlarda avtotransport vositasini jarima maydoniga olib kelib qo'yishganda, Mana qarzim yo'q, meni kirishimga asos yo'q dedingiz. Bu yoqqa kirguncha to'lamadingizmi? Iltimos parkovka qilmaylik, parkovka to'laydigan pulim yo'q. Men ayolim mazasi yo'q o'zi. Davolataman deb Surxondaryodan keyin mashina yuribman. belgilangan tartibda uylarga xat kelish kerak. Hozir xabarim yo'q. 78.500 so'm to'landi. Joyida MIBdan qarzdorlik qolmadi. Ajoyib, rahmat. Bo'ldimi? Endi yuring. 271 bo'yicha asos yo'q hozir bularni ketishga. Qidiruv bo'lgan ekanda. Ha, 178 ming. 178,5 ming MIBga o'tganiga men xabarim yo'q. Mana qidiruv chiqdi. Shuni qidiruv chiqqan. Ular misol olib kelib tiqdi, qidiruv asosida u nimaga chiqib ketgan, nima uni bilishmaydi misol ko'chadagi inspektorlar ham. Ko'chadagi inspektorlar ham bilmaydi. Anaqa joyida to'lasa bo'ladimi shuni? Qarang, aka. Joyida to'lasa bo'lardi, bu yoqqa olib kirgandan keyin, bu yoqqa bizga olib kirgandan keyin bizda registratsiya bo'ladi, yoziladi. Ana to'ladi. Yo'q, bizda eshitdim. Joyida misol bu yoqqa kirguncha to'xtatdimi? Ha. Bo'ldi, inspektor, men hozir joyni bartaraf etaman. Payni bittaman, любой narsadan to'lab turib, shuni o'chirsangiz planshetda o'chadi avtomatik hozir. Aytdi shunday deb. Ha, shunaqa to'laganingizda, mana qarzim yo'q, meni kirishimga asos yo'q dedingiz. Bu yoqqa kirguncha to'lamadingizmi? To'layman dedim, qabul qilmadi. Yo'q, u kim qabul qilmadi? Shoshmang. Jon bermaydi. Hozir men to'layman. Endi u imkon bermasa, gayiga nisbatan nima qilsanglar qilinglar, biz akajon kirgandan keyin, akajon olib kirib registratsiya bo'lgandan keyin bizga ruxsatnoma bo'lmasa nima asosida chiqarib yuboramiz biz? akajon men ham quloq soling. Endi men ham o'zaro gapiray, rahmat, eshitdim sizni. Xullas men umuman bexabarman MIBga o'tgandan, to'g'risida. Men ham xohlamayman muttaham bo'lib haydab yurishda. Yandex haydayman. Ko'chaga misol qancha joyga aylanib yuraman. Endi unda xohlamayman-ku, men ham muttaham bo'lmanda shtrafga tushib. Yo'q, men sizni muttaham demoqchiman. Unaqa niyatim ham yo'q. Tushundim. Keyin gaya ishlayapti mana postga. Men klient chaqiryapti, boryapman, inosanatlar chaqiryapti. Boryapman, nimani aytdi, shunday deb qidiruvda ekan deb aytyapti. O'zim ham hayron qoldim, qaram, ko'rsating deb ko'rsatdi. Haqiqatan qidiruvda. Keyin aytaman, akajon, kalitni ushla, hujjatlarimni ushla, mashinamni qo'y managa. Iltimos parkovka qilmaylik, parkovka to'laydigan pulim yo'q. Men ayolim mazasi yo'q o'zi. Davolataman deb Surxondaryodan keyin mashina yuribman. Shunga endi o'zi Yandex deyman, Yandex ham hamma narxlarni urib qo'yiladi. Yo'q, ishlash qiyin bo'lyapti. Bo'ldi, to'xtang, bo'ldi. Keyin shuni desam, "Yo'q, parkovka bepul, gayining hisobidan" dedi. Bo'ldi, gapingiz. Kelgandan keyin 30 ming so'm deyapti-da endi. Siz hozir sharoitingiz og'ir demoqchisiz, to'g'rimi? Shunday, og'ir demoqchiman. Hozir olib kirgan. Xo'p, endi eshiting. Joyiga to'layman deb hech qo'ymadi. Endi eshiting oxirigacha gapimni. Siz gapingizni eshitdim men. Men maqsad nimaligini, o'zi tegi nima uchun bunaqa qiynalayotganingiz, nima uchun bunaqa bo'layotganini hammasini sababi anaqasini bilib bo'ldim. Shunday. Siz hozir olib kelib men tekinga chiqartirib yuboraman. Borib olib kelasizlar, muammo yo'q. Hozir agar mana hozir 1 soat bo'ldi. hozir olib kelishim. To'ladim, ha. Bo'ldi, ruxsat to'lashga pulim yo'q deyapsiz, to'g'rimi? Shunday, ha. O'zi aynan anaqasi maqsadingiz shu. Shu, qarang, akajon, chiqib ketish. Ishonsangiz, maqsad u ham emas. Bularni sarson qilganini qayerga boradi aka? Men 30 ming deb misol men topib kelishim mumkin. Endi to'g'risi men qismda hamma joyga qovladim. 212 ming so'm pulim bor ekan. Mana bu yoq. Endi qarang. O'shani vaqtida to'lasangiz, vaqtida to'lasangiz. O'sha tushayotgan pul qayerga ketyapti? Ota-onangiz bordir, pensiya olishadi. Shunday akajon, ha, bilaman. Vaqtida to'laganingizda u ham olib kirmasdi, u majbur emas. Men xabarim yo'q ekanda aka. U meni aybim, to'g'ri. Endi Yandex qilishga aqlingiz yetyapti. Kamban telefonda ishlashga aqlingiz yetyapti. Ha. 21-asrda yashayapmiz. Shunday. Nimaga ro't 24 ulab olmagansiz? Nimaga o'zingiz tekshirib yurmaysiz? Odam o'zini ustida ishlash degan narsa bor. Akajon, men o'zingiz tekshirib yursiz. Tushunmayman. Endi Yandexda programma ko'rib o'tkazib beraman. Birodar, ishonsangiz mana pulimdan buyoqqa o'tkazib beradi. Yo'q, o'zlarini tekshirib yurish deyman-da, ya'ni qarzlar borligini majburiyati yo'q. Aka, majburiyati yo'q. Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan o'zimcha tushunmayman. 3 kun ichida o'zlariga jo'natilish kerak bu narsa. Qonunan gaplashishlik kerak. Endi jo'natilish kerak. Agar telefonlari o'zlarining nomida bo'lsa, o'zining nomida. Bu o'sha yozayotganda yoki kamera telefonlar nomerlarini yozolmagan-ku buni. Kameraga tushgan bo'lsalar. Kamera bilmaydi-ku telefon nomerlarini. Nimaga telefonlariga shart emas aka bunga? Xo'p. Telefon shart emas aka. Belgilangan tartibda aka uylarga xat kelish kerak. Hozir xabarim yo'q deyaptilar. Endi shunaqa muammolar bo'lyaptiki, bular aka 1 yildan keyin ham kelyapti. Ha, 1 yildan keyin ham kelyapti. Hozir shunaqa muammo bo'lyaptiki, bular propiskaga turgan joylari buni borib tekshirish. Har joyga. Yo'q. To'lab. Dom qurib yuborilgan. Shunday. Uy joy yo'q. Bular boshqa yoqqa ko'chib ketganlar. Propiska boshqa joyda qolib ketgan. Hop. Bazada. O'zgargandan keyin bular borib turib, gayiga men propiskam o'zgardi.
Mani joyim o'zgardi. Texpasportni o'zgartirib qo'yinglar, ba'zan o'zgartirib qo'yinglar deyish bilan majburiyatlarimi? Bularni majburiyat. O'zim Shu narsani Holatda qilmaganlar. bularni majburiyatlari. Shu narsani qilmaganlar. lekin to'g'ri men tushunmayman unda dokumentlarni Ana. Hamma Akajon, ayb o'zizda-da. MIB xodimi bo'ladi, aka. MIB xodimi, xo'p, lekin qarzdorlikni undirish bo'yicha MIBga undirilganda bular. undirish bo'yicha. Lekin bular aniqlab turib, aniqlayapti, qarzdorligini aniqlayapti. Aniqlayapti, lekin vakolatli shaxs yozma ko'rsatma berish kerak. Ushbu shaxsiy transport vositasi borib turib jarima maydoniga qo'yilsin. Bermagan uchun MIBga borib turib har qancha nima da'vo qilsalar bo'ladi. Yo'q, patrul xizmati xodimi to'g'ridan to'g'ri 271 bo'yicha olib kelib tiqolmaydi jarima Kamchilikni maydoniga. bartaraf qilguncha jarima maydoniga qo'yishga haqqi bor-ku. Yo'q, 271 da alohida. Aka, hozir oching, qani qog'oz. Hozir mana qarang. 271 bo'yicha bo'lganda. MIB ma'muriy amaliyot bo'limiga boring. Hozir olib keling. Muammo shundami? Bo'ldi, chiqib ketasiz. Vaholanki agar paynetingiz bo'lganda yoki payment u narsa programmangiz bo'lganda, bor ekan, men tushunmasdim, bu yerda o'zi tushunib nima qilib beriladi. Oy, paynetga bor ekan, to'laymiz deb aytdim. Aka, men to'lab berdim hozir. O'zlari to'lab beriladi. Ishonsangiz 212 ming pulim bor ekan. Bor yo'qmi? Shunday aka, men o'zim sensorga tushunmayman. Yana Yaqinda qonunda yana bitta narsa borki, yaqinda ochganman telefonni. qonunni bilmaslik javobgarlikdan Ozod qilmaydi degan. To'g'ri. U men aybim deyapman-ku. Sizni aybingiz-da, hozir sizni aybingiz shuncha odam bilan ovora qilyapsiz. O'zingizni aybingiz uchun. Shu narsani ham bilyapsizmi? Yo'q, aka, bular hozir ayblar nima? Vaqtida to'lamaganlari. Bilsa to'laydimi jarima borligini? O'sha narsani Hozir aniqlab berishgan bularga. o'zlarini tekshirib yurish. Majbur masala bo'lmaydi, yana bir marta aytaman. O'zini tekshirish, o'zini ehtiyotini qilib Qanaqasi? qo'yish. Majburiyat bo'lganim yo'q. O'zini ehtiyotini qilib qo'ysin. Bo'ldi. Aka, robotda 50 marta tekshirsam ham chiqmasdan, so'rov 5 oydan keyin ham kelyapti. Men o'zimda mana nechta mashinam bo'lsa, robotga qo'shib qo'yganman-da, har kuni ertalab tekshirib ko'raman. Bizda ham bor aka bu problema. Lekin yo'q, bu yerda ko'rsatilmagan jarimalar bir-bir kelib qolyapti. Surxondaryodan kelgunizcha nechta post bor? To'g'rimi? O'zingiz ehtiyotingiz. Do'stim yoki komandir, men shuncha yo'l yuraman. Bitta tekshirib bering, meni desangiz ham o'zingiz ehtiyotingiz qilib qo'yganingiz, hech qanaqa zarari yo'q u narsa. To'g'ri, zarari yo'q, foydasi bor nabara. Ha, ana. O'zingiz tekshirib olganingizda shu muammoga kelinmasdi. Yana o'zingiz tekshirtiring deysiz. Yo'q, o'zi tekshirib yurish misol deyman. Bitta narsa aytaman-da, aka, men texpasportdan olib boraman, yo'l patrul xizmati xodimiga shular beraman-da. Aka, tekshirib bering desam, insofi bor, ba'zi bir tekshirib beradi. Ba'zi birlari meni majburiyatim kirmaydi bu narsa. Endi 5 qo'l barobar emas, 5 qo'l barobar emas. Lekin ko'pchilik vaziyatda tekshirib berishyapti. Qanday esingiz? Bitta ko'raylik, SMS-da bari kelgandir. Yo'q, kelgan ekan, shuni hozir nima qildim? Qaradingizmi? Bir hafta bo'ldi. 3 kun bo'libdi kelgan ekan. Nima bo'lib kelgan ekan, aka? Mana 25-noyabr kuni kelgan ekan. Kelgan ekan u. Nega to'lamadingiz? Nimaga to'lamagansiz? Mana endi bu. Mana endi shu savolni O'sha e'tibor bermaganman, men tushunmayman deyapman-ku. Bee'tibor bo'lgansiz-da. Bee'tibor bo'lib turib, hozir shuncha odamni ovora qilyapsiz. O'zingiz e'tiborli bo'ling, bo'ldi. Menga sizga boshqa bir umuman boshqa narsa soобщение kelsa-da, siz bee'tiborsiz, lekin kimnidir hayot mamoti hal bo'lyapti. Kimdir sizga yozib yubordi, telefon qilishga imkoni yo'q, yozib yubordi. O'zingiz yaqinlaringiz, jigarlaringiz. O'shalarda ochib ko'ra olmayman demay, uncha tushunmayman. Hozir ko'ryapsiz-ku, ochyapsiz-ku. Bo'ldi. Qani aka, bu anaqasi keladimi? Hozir men hozir to'ladim. olib beramiz. Hozir olib bersiz. Hozir kelsangiz. Ha, keladi hozir. 1 soat uzoq. Yo'q, men hozir keladi. Bor aka, men aytayapman-ku, oilamda tirikchilik degan odam. Lekin hozir o'zingiz gapingizni o'zgartirib chiqdingiz. Men kelmadi dedingiz, yo'q, kelgan ekan. Mana kelibdi. Kelganligini boya bildik. Boya bildingiz. Boya bildik, 3 kun oldin kelgan ekan. Mana kelgan ekan. 2 kun oldin kelgan ekan. SMS o'qimas ekan. Kelgan ekan. Shunday. Bo'ldi. Nima muammo bo'ldimi? Olib turing. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchayapsizmi aka? Qarzdorlik to'langanda osh jarima maydoni. 2014. Pravo texpasport bering. Sizlar kelasizmi? Mana aka. Mana. MIBga o'tgan ekan, qarz qidiruvda qo'yilgan ekan mashinani. O'sha men joyida to'layman desam, nima qaramay yo'q qo'ygan. Hozir to'ladim. Mana. Spravkani olib chiqishga spravka bor. O'chirilgan hozir. Pul to'la olmadilar, o'zimiz to'lab berdik-da, qo'layga. Shu aka.
eski nomer bilan mashina radarga tushgan. Telefon bering. Hop. Keyin u radar mana 2 konli menga kelyapti. Ro'ddan chiqmagan, boshqa qilmagan. Eski nomer bo'yicha kelyapti, meni familiyamga kelyapti. Hop. Undan keyin nomer almashtirdim. Gaidan ham chiqmadi, hech qayerdan chiqmadi, notariusdan ham ko'rinadi. Hech qayerda ko'rinmadi. Mana hozir bugun o'sha ro'd MIPga ko'tarilib, meni Undan ma'muriy amaliyot bo'limiga ariza yozasiz. Men nomimda hozir mashq bo'lganligi sababli shu jarimani oldingi egasiga yo'naltirishingizni iltimos qilaman deb yozasiz-da. Narsa arizavozlik bo'ladi hozir. Yugurib bor baribir mana shunaqa joylari bor-da. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bitta jarima tarixi bilan mana tanishib o'tdik. Ya'ni avtotransport vositasini yo'l patrul xizmati xodimlari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 271-moddasi bo'yicha go'yoki jarima maydoniga qo'yishgan. Endi haydovchimiz aytishlari bo'yicha nima, ya'ni o'sha qarzdorning joyida bartaraf qilaman deganlarda avtotransport vositasini jarima maydoniga olib kelib qo'yishganda, keyin bizga jarima maydonining oldilarida bular ro'para kelib qoldilar va o'zi bizni huquqiy maslahatlarimizni berdik. Jarima to'lashni bilmayman dedilar, jarimalarni birga to'lashib yubordik, ya'ni o'zlarining hisoblaridan. Va mana hozir ma'muriy amaliyot bo'limiga kelib, transport vositasini jarima maydonidan chiqarish uchun ruxsatnoma oldik. Qonunli ishlasa qanaqa bo'lar ekan aka? Yaxshi Zo'r bo'lar ekanmi? Nima deb qolar jarima to'lamay yurganlarga? jarima to'lab xabar olib turishdan. Xabar olib turish kerak. Demak, o'sha qonunni bilmaslik jazodan ozod qilmaydi. Bizni kuzatish doim